Chiroqchi kafedaman. Chilonzor 11-martida men o'zgarishib qo'ygan. Yonimda ham tarafda Sharqsaz somsasi bor, milliy taomlari bor. O, menyu bilan tanishib tursa, anaqasi olgan, narxi olgan buni. Yo'da shashliga zo'r. Endi ba'zi go'sht sevadiganlar uchun ideal joy hisoblanadi. Shashliga yaxshi, somsasi ham zo'r. Jizi zo'r yo'da. Endi yo'da kurka jizi ham bor ekan. Hozir o'shani ham zakaz qildik, ko'ramiz qanaqa ekanini ko'rinishi. Narxlari olgan, mana shu hamma spiskada turgan. Hammasi bor ekan. Mana jizi ko'rinishi. Jiziga lekin gap yo'q bilan. So'rochasi bilan keladi. O'zimizga boshqa o'zimizga bor-ku, ko'rgani. Hozir menga rasman kerak, to'liq yozilsin-da, hozir to'liq arz. Menga kerak, men arz beraman hozir. Somsani ham ko'rsataman. Doğru yolu, ona tapınmazdı yani. Türk askeri tutardı. Böyle getirdi. Askerler sonra yol dedi ki, arkadaşlar isteyen meşhur dedi. Bu kadar olmayan doğar. Ama yüzümle çıkarttı. Tabii. Anaqa bo'ladi. 30 ming dollar bir qancha bor. Hozir 70 ming 80 ming aytadi. Buni somsani ichini ko'rsataman hozir. Juda dahshatlagan mazasi. Haqiqiy jadar somsada.